Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Ikkita savol beraman. To'g'ri topsanglar panaxka beraman. Bo'ladi? Menga bering. Hop. Bitcoin Kimni? Bitcoin nimaligini bilasiz? Bitcoin? Bitcoin. Women. Bo'pti, ikkinchi savol. Satoshi Nakamoto kim? Satoshi? Kim? Satoshi. Qayerdan qo'ying? Satoshi Nakamoto kim? Oti? Ya hop, kim o'sha odam? Nima ish qilgan, nimasi bilan mashg'ul? O'ylayapmiz biz o'ylaymiz. Hop, hop, hop. Bugun charchab asrlarimizni o'ylaymiz. Assalomu alaykum. Ikkita savol beraman aka, to'g'ri topsangiz, Hop, priz bor. hop. Birinchi savol aka. Hop. Bitcoinni kim yaratgan? Satoshi Nakamoto. Bitcoin hozirgi narxi. Va oxirgisini ko'rmagandim, qani. Qaraganimda men aniq aytishim kerakmi? Aniq. Shu primer yaqin yeting qachon? 75 mingdan aka bir tushgan bir kod qoldi. 75 ming. Sog' bo'ling. One people sell kriptoni o'rganmoqchi bo'lganligi, ko'rasizlar.